Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi ajoyib joy to'yi, sumalak to'yining qatnashchilari, shirin sho'ra hamma qalbi pok insonlar. Oyguroying yaxshi kunlar kelgan ekansizlar. Avvalo hammangizga shu didor muborak bo'lsin. Elimizga kelib kelgan bahor muborak bo'lsin. Bahor olib kelgan bayramlar muborak bo'lsin. Mana tez ara yaqinda 8-mart, keyin Navro'zi olam. Xudoyim har kuningiz to'y bo'lsin, har kuningiz bayram bo'lsin. Men bugun shu yerda Ayguljoning bosib o'tgan hayot yo'llarini oz-mo'chakma tanishdik, bildik. Shu Ayguljona atab o'zimning bir ayol degan she'rim bor edi. Shu she'rim shunga mos keladi. Hamma ayollar uchun yaqinlashib keladigan bayram bilan tabriklab, shu ayol she'rimni o'qishajakman. 40 ta joni bormish ayolning. Afsona emas, u bor haqiqat. Sadqa bo'lsin vasbinga jonim. Ayol borki, go'zal bu hayot. 40 ta jonning 40 egasi bor. Biri hayo saqlaydigan jon, o'z baxtidan kechsa ham ayol, hayo deya bo'ladi qurbon. Bitta joni labzi pokligi, o'z so'zidan ortga qaytmas hech. Bitta joni vafo sadoqat, shunga ketar bor g'ayrat kuch. Farzand bo'lib volida padar, xizmatiga baxshida bir jon, qizil yuzli yigitlar og'a, ini uchun bittasi qurbon. Kelin bo'lar hatla bostona, boshini egar bitta jon shuna, olqishlasin qayinmas ona deya bir jon unga parvona. Vafoli yor yo'ldoshim uchun bitta emas 10 ta jon fido, bag'rida ulg'aytib bir kun ona bo'lsa siylabon Alloh, qolgan jonin baxshida qilar, farzandiga bir umr sadqa, qizil qondan oq sut ayrar, kecha kunduz yolvorar haqqa. Molxonaga chopadi bir on, o'choq boshda kutadi mehmon, tog'orada kir chelakdi suv, barchasiga ulguradi u. Tongda xamir qorib peshinda pishiradi issiq shirmoy non, yuguradi bozor o'charga. Hisoblangchi, ketdi qancha jon. Lek nolimas, charchamas sira, tinch hayotni etmaydi xayol. Temir xotin chiday olmagan yumushlarga chidaydi ayol. Rahmat, sog' bo'ling, jonim sog' bo'lsin.